Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari, bizdan kuzatib turgan mehmonlar, kelayotgan hayit ayyomingiz muborak bo'lsin. Mana bugun sizlar bilan birga xamirlar kumir bo'lib, og'izda erib ketadigan darajada zo'r bo'lib tayyorlanadigan bo'g'irsoqni birgalikda tayyorlaymiz. Mana ichlari shunaqa zo'r bo'lib, singib zo'r bo'lib pishadigan ishonchli retsept. Qani bo'lmasa boshladik. Bo'g'irsoqimiz uchun kerak bo'ladi 150 gram mol yog'i eritib tayyor qilib oldik. 150 gram margarin istalgan turdagi, 200 ml sut, uni ham isitib tayyor qilib oldik. Yana bizga kerak bo'ladi bitta choy qoshiq tuz, 2 choy qoshiq shakar, yarim choy qoshiq razrixitel va 650 gram un kerak bo'ladi. Hozir birinchi bo'lib ishimizni mol yog'i, margarin va sutlarni idishimizga solib aralashtirib olamiz. Mana mol yog'i bilan margarin soldik, buni aralashtirib, keyin ustidan sut quyamiz. Mana aralashtirib tayyor qilib oldik. Endi ustidan sutni quyamiz. Endi buni ham aralashtiramiz. Endi bo'lsa buni ustidan 600 gram unni 50 dan chiqazib, buni ham ustidan solamiz. Mana ustidan uni ham chiqazib oldik 50 dan 650 grammi. Endi buni ustidan shakar va razrixitellarni uni ustidan sepib, buni o'ziga aralashtirib tashlaymiz. Mana razrixitel, shakar, tuz soldik. Endi uni o'ziga aralashtirib olib, keyin margarinlarga qo'shib aralashtiramiz. Mana yuzda aralashtirib oldik. Endi hammasini birga qo'shib aralashtiramiz. Mana endi yaxshilab aralashtirib olamiz. Mana deyarli xamir holatiga kelyapti. Lopatka yoki qoshiq yordamida boshida aralashtiramiz. Endi bo'lsa qo'limiz bilan yaxshilab xamirga ishlov beramiz. Mana xamirimiz tayyor bo'ldi. Endi buni ustiga strech qilib, yopib 10-15 minutga qo'yamiz. Холодильникka qo'ymaymiz, chunki ichida mol yog' bor, qotib qoladi. Shakl berayotganda qiynalamiz. O'shaning uchun xona haroratida turaversa ham hech narsa qilmaydi. 10-15 minut ustini yopib qo'yamiz. Mana strech yopib qo'ydik. Endi tinishini kutamiz. Mana oradan 15 minut vaqt o'tdi. Endi bo'g'irsoqlarimizni tayyorlashni boshlaymiz. Mana bo'g'irsoqimizni bo'laklar bo'lib oldik. Endi buni rulet shaklida uzunchoq qilib shakl beramiz. Mana rulet shakliga keltirib oldik. Endi buni ustiga strech yopib qo'yamiz, qansiq qolmasligi uchun. Mana endi bo'g'irsoqlarimizni kesib olamiz. Keyin shakl berishni boshlaymiz. Xamirimizni enini juda ham iliq qo'ymaymiz. Somsadan xamiridan ensiz bo'lishi kerak. Chunki pishganda bu kattalashadi. Kichikroq qilsak, o'rtacha kattalikda tayyor bo'lib pishadi. Hozir endi bunga shakl beramiz. Shuning uchun har safar mol yog'i va margarinni qo'shib birgalikda tayyorlayman bo'g'irsoqni. Endi bo'lmasa bo'g'irsoqimizni ham pishirishni boshlaymiz. Mana qozonimizga 600 ml yog' soldik, bo'g'irsoqlarni soldik. Past olovda pishiramiz. Shunda ichlari bilan singib zo'r bo'lib pishadi bo'g'irsoqlar. Yog'ga solgandan keyin ko'lab tashlamaymiz. Oldin bir tarafini qizartirib olib, keyin ikkinchi tarafini qizartiramiz. Mana bo'g'irsoqlarimiz chiroyli bo'lib qizarishni boshladi, qizaryapti. Ikki tarafini ham shunaqa chiroyli qizartirib olamiz. Mana shunaqa qizarib pishganida, tillarang bo'lganda olamiz. Bo'g'irsoqlarimizni hammasini pishirib oldik. Anchagina chiqdi, juda ham barakali bo'lib chiqqan. Hozir ichlarini ochib ko'rsataman. Kumir bo'lgan. Nomiga unda o'shataman tez uvalanib ketadigan darajada juda ham zo'r bo'lgan. Hozir ko'rsataman ichlarini. Mana ichlarigacha singib zo'r bo'lib chiqqan. Nomiga o'shatsangiz uvalanib ketadigan darajada zo'r bo'lgan. Hozir men ko'rsataman. Mana shu darajada mayin zo'r bo'lgan xamirlari. Mana juda ham zo'r bo'lgan. Tavsiya qilaman, ko'ringlar. Mana shunaqa zo'r bo'lgan. Agar retsept yoqqan bo'lsa, kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmanglar. Yana yangi videolarda uchrashguncha.